Серия 170. Seoyan batqin daraxt bilan xayrlashib, boshqalar bilan uni tark etdi. Daraxtning o'zi esa yer ostiga qaytib uyquga cho'mdi. Hoyun va Joyun bu safar davomida hech narsa qo'lga kirita olmadi va Seoyan barcha bodin urug'larni tortib olish uchun ruhlar zali ustasini yordamga chaqirish uchun qaror qildi. Ular oldin Seoyanni tutmoqchi bo'ldi. Honer urug'idan esa Bashin Guhen keldi. Qattiq jang boshlandi. Biroq hamma Seoyan g'azablangan bitta lotusni yaratdi. Guyunni yaraladi va jang maydonida fazoviy muhr olib tashlandi, yakunlandi. Bu safar va uning hamrohlari qochib ketishga muvaffaqiyatli bo'ldi. Stos yosh janob 3 kun davomida uxlab yotib, haligacha uyg'onmadi. U juda ko'p kuch sarfladi. Qo'ying dam olsin. Отдыхает. Stos, xavotir olmang. Men yaxshiman. Я в порядке. Sen bola 8 yulduzli dozon darajasiga yetishding. Endi esa 9-bosqichda chegarasiga yetding. Bu badin daraxtlarning urug'i? Har bir badin daraxti dozon darajasida har bir jangchi uchun nihoyatda qimmat xazina hisoblanadi va senda ulardan 11 ta bor. Mening shunchaki omadim keldi. Stos, agar siz bu urug'larni yeya kerak bo'lsa oling. Senga ular qandaydir dorilardan ko'ra kerak hozir. Bu urug'lar yetarli bo'ladi. Qolganini o'zingga qoldir. Afsus, faqat badin yuragi paydo bo'lmadi. Bilan biz. Ha, mayli endi. Eng muhimi, siz sog'-omon qaytdingiz. Ruhlar zali qo'lda hech narsasiz qaytdi. Ular albatta bu uchun qasos olmoqchi bo'lishadi. Ular ortida Gugun sulolasi kuzatib turibdi, xavotirga o'rin yo'q. Bizning minoramiz endi ruhlar zaliga tahdidga qarshi kurasha oladi. Sen bola, qancha kerak bo'lsa shuncha dam ol. Biz esa minorani himoya qilamiz. Yaxshi. Aytmoqchi, ustoz, men yana bir narsa bor. Qarang. Bu batqin daraxti yuragi-ku. Men uni bu yerda yo'q deb o'ylagandim, ammo qarasam sen uni ham olgansan. Men batqin daraxtning azoblangan zahrini tozaladim va menga o'z yuragini tuhfa qildi. Batqin daraxti tug'ishingga yetishuvchi yo'l. Seoyan, sen meni har doim hayratda qolish yo'lini topasan. Batqin daraxtni topa olishmadi va bitta ham urug'siz qaytishdi. Men olganda nega qaytishdingiz o'zi? Ustoz, iltimos bizga yana bir imkoniyat bering. Seni Honer urug'i eng yaxshi deb hisoblagan uchun men seni ruhlar zaliga yubordim, ammo sen bizning samoviy ishonchimizni puchga chiqarding. Honer urug'idan yosh xo'jayin bunaqa axlat bo'la olmaydi. Biz aybdormiz. Lekin men yulduzli pavilyonni qanday to'sqinlik qilishni bilaman. Звезд. Qanday? Xo'sh, sizdan qanday natijalar kutib qolaman? Xo'p, bo'ladi janob. 8 buyuk silovlar o'zgarishi kutilmoqda. Men afsonaviy Doshin darajasiga yetdim. Ammo bu temir devor qanday yorib o'tishim mumkin? Menga yana nimadir yetishmayapti. Mening kuchim haligacha tugamagan bo'lsa-da, men allaqachon 8 rangli chaqmoqni chaqirdim. Yomon natija emas.
Ustoz sizga nima bo'ldi? Iltimos, ustoz o'tirib oling. Shogird, yaxshi, buni ol. Bu narsa batqin daraxti-ku. Batqin daraxti seni yuragingga batqin daraxti yordam beradi. U bashayn bo'lishiga imkoniyatni oshiradi. Siz meni tarbiyaladingiz va o'qitdingiz. Ustoz, siz men uchun otadeksiz. Ha, mayli. Tur. Afsuski men faqatgina 800 ga chaqmoq chaqira oldim. To'g'ri, biroz yaxshiroq bo'lishi mumkin edi. Ustoz, iltimos o'tiring. Men yaxshiman. Yaxshi, ayt, tayyorgarliklar qanday? Men ilgari qilganimdek darajam osha olishni o'ylagandim. Chuqur meditatsiya va qattiq mashg'ulot, ammo nima qilsam ham men yo'limni topa olmayapman va oldinga qadam tashlay olmayapman. Men bashayn darajasiga yetishim uchun shuncha yillar sarfladim. Bu dastlab ko'rinishga qaraganda ancha murakkab ekan. Ammo umidsizlikka tushmay, sen hali shunchaki yoshsan. Oldingda hali ko'p imkoniyatlar bo'ladi. Tozalovchi lotus olovi uchun men o'zimni yengib o'tishim kerak. Men meditatsiya bo'lgan paytim pagoda ishlari sizlaringizga tushadi. Xotirjam mashq qil, kalin va salin va qilin va mashqlar qiladilar. Bu ishlarni o'zim e'tiborga olaman. Ular har biri o'ziga xos, shuning uchun ularga alohida yondashish kerak. Shunda rivojlanish ancha tezroq bo'ladi. Ustoz, bu Fenning ruhi qanday bo'lmasin, faqat siz uni hukm qila olasiz. Vaqt bo'ldi. O'zingizni asrang. Otam hali ruhlar zali qo'lida. U hali tirikmi yo'qmi bilmayman. Uni qutqarish uchun men ular bilan kurashishim kerak bo'ladi. Men tezroq kuchli bo'lishim kerak. Xon Fen, shuncha yillar o'tdi. Qilgan ishingni afsuslandingmi? Sen hali kichkina eding. O'sha kuni qo'rlik kechada sen o'lishingni xohlamagan edim. Я спас тебя и вырастил как родного. 10 yildan ortiq senga alkimiylikni o'rgatdim. O'zim bilgan hamma narsani, hammasini senga o'rgatdim. То. O'sha kun, o'sha tun qotil bo'lishingni o'ylamagan edim. Ovoz berdi osmon aytjanglar zo'r deb keslang, kommentariyga yozib keslang, zo'r bo'ladi. Ancha oldin boshlagan ishimni yakunlash vaqti keldi. Seoyan, axir men sen akangman-ku. Iltimos menga rahim qil. Xon Fen. Ustoz, siz qutuldingizmi? Siz chiqib tashlashmadimi? Sizni menga qarshi qilishga mumkin ishontirdi. Meni u ko'r qildi. Iltimos meni kechiring, ustoz. Xon Fen, sen meni shogirdim eding. Shuning uchun o'zing joningga qasd qilishingga ruxsat beraman. Rish, meni o'ldirishni xohlaysizmi? Sen menga boshqa yo'l qoldirmayapsan. Bizning dunyoda kuchli kuchsizni yutadi. Menga boshqa iloj yo'q edi. Meni shunga majburlashdi. Axir sen mening o'zimga yondirish texnikani o'rgatmoqchi eding-ku. Uchun meni o'zing shogirding beparvo qarading. Men bu uchun qasos olaman. Mu Guhen menga bu texnikani o'rgatdi. Seoyan bu yerda yo'q ekan, foydalanish mumkin. Seni o'lim soat 7.
Qariya, yo'q bo'l. Qanday ahmoqsan. Sen Bashen darajasiga yetdingmi? 月色微扬，星空苍茫，听闻笛声悠悠飘荡在心房，琴声接唱，紫火飞扬，燃烧着融化这世间所有的荒凉。愿一片片，一月月，一丝丝，一年年，随风翩翩。走多少风，多少雨，总会有一个人陪在我身边。水一滴滴，一点点，一圈圈，一遍遍，汇成岁月的汗。管它是非与成败，只要有走多少风，多少雨，总会有一个人陪在我身边。水一滴滴，一点点，一圈圈，一遍遍，汇成岁月的汗。管它是非与成败，只要有你在。Biz guruhdan xabar oldik. Ruhiy yerlik yashagan joy barcha aholisi bilan yo'q bo'ldi. Hech kim bilmaydi bu qanday, nima uchun Произошло. sodir bo'lgandan keyin Guli sektasi xabar berdi. Li urug'i yo'qolish haqida. Butun urug' yo'q qilishgandan keyin mish-mishlar tarqatdi faqat. Oyat kuchli odamga o'xshab ish qildi endi. Urug'i 8 buyuk urug'lardan biri edi. Ular yo'q bo'lib ketishi majburiy bo'ladigan faqat boshqa bir buyuk urug' edi. Hun urug'i eng aniq-ku, ammo ularga bu nega kerak edi? Ular tufayli ruhlar zali doimiy rivojlanib bordi. Ular yana dahshatli narsa tayyorlamoqchi. Ishonchim komilki, tez orada ular nimaga intilayotganini bilib olamiz. Bizning pavilyonimiz albatta ularning birinchi maqsadi bo'ladi. Biz tayyor bo'lishimiz kerak. Bu yoqqa. Сюда. Yordam ber. Allaqachon kech, yaxshi dam olinglar. Ertaga biz tunnel orqali pavilyonga qaytamiz va yosh xo'jayinni kristallarni yetkazamiz. Bo'ladi janob. Kim bizga hujum qilishga jur'ati yetdi? Boshqalarga xabar bering. Osmon yulduzi to'g'ri bazamga hujum qildi. Tezlash. Yulduzlar sektasi pavilyoni bir necha marta Zulmat sektasini Guling sektasi yutishga xalaqit qildi. Shuning uchun biz sizni yutishga qaror qildim. Samoviy Bashen Tianmin aka. Брат Тяньмин, с тобой всегда...
Tiamin aka, sen bilan har doim yoqimli. Yulduzlar tushgan pavilyonni turinglar ko'pini yo'q qildik. Ular yordamsiz qolishdi. Bularni bari siz hisoblaganingizday. Yulduzlar tushgan pavilyonni o'zi ko'plab dushmanlar ottirdi. Ular esa o'z navbati bilan biz bilan birlashib o'ziga ishongan. Ahmoqlar qasos olishdan xursand. Ruhlar zali va zulmatdagi yulduzlar pavilyonni yo'qotish to'g'ri qarormi? Balki siz ham abadiy barham berishga bir marta yordam berasiz. Ruhlar zali siz har qanday yo'l ko'rsatishga tayyor. So'nggi paytda fraksiya zulmat darajasi iftixoriy doim Ravshan bizning uyimizga hujum qilmoqda. Darajasi iftixori? Uni qadimgi Tiamin yaratdi. Muzli daryo pavilyoni, shamoviy chaqmoq pavilyoni darhol unga qo'shildi. Daryo pavilyoni, shamoviy va chaqmoq pavilyoni. Ular uzoq vaqtdan beri bizning dushmanlarimiz edi. Aniq-ku, ularning maqsadi bizmiz.